Aytishlaricha, odam oyog'i yetmas tog'da cho'qqiga yaqin yerlarni makon qilib, ota bilan qiz cho'ponlik qilarkan. Necha yillardan buyon ular suruvini ko'm-ko'k otlar o'sgan tog' yonbag'irlariga haydab borib, qo'y echkilarini to'yguncha o'tlatar ekanlar. Ammo bir kuni kimdir ularning qo'ylariga rahna sola boshlabdi. Cho'pon buning sababini topish uchun kechasi poylay boshlabdi. Bir kun haybatli ayiq paydo bo'lib, suruvdan sovliqni olib, yelkasiga tashlab, tezda ko'zdan g'oyib bo'libdi. Cho'pon esa qo'rqqanidan kamonidan o'q uzishga ham ulgurmay qolibdi. Cho'pon o'ziga kelgach, suruvini qiziga qoldirib, is oladigan itini oldiga solib, ayiqni izlab yo'lga otlanibdi. Aziz kitobxon, siz qaysi ertak deb o'ylayotgan bo'lsangiz, Nozik oy va maymoq nomli ertak. Qiziqdingizmi? Agar ushbu ertakni o'qishni xohlasangiz, axborot kutubxona markazimizga tashrif buyuring. Ezgulik va yaxshilik inson qalbini xoh keksa, xoh yosh bola bo'lsin, nurlantiradi. Hayotga qiziqish va muhabbat bilan qarashga o'rgatadi. Nozik oy va maymoq aynan shu haqidagi ertak. E'tiboringiz uchun rahmat.